Agar siydik qopini ham funksiyasi borib charchaydi, yo'qolib qolayotgan, kamayib ketgan bo'lsa, funksiyasi kamayib ketgan bo'lsa, ya'ni bu biz ko'proq aniqlaymiz qoldiq siydikning miqdoriga qarab aniqlaymiz. Ya'ni qancha ko'p bo'lsa, shuncha siydik pufagini qisqaruvchanligi kamayib borayotganligini bildiradi. Agar shuning uchun qoldiq siydikning miqdori ko'p bo'layotgan bo'lsa, unda etapni operatsiya taklif qilinadi. Ya'ni birinchi etapda qovug'ini ustidan, ya'ni kinnikning pastidan teshib, qovug'iga kateter qo'yib qo'yish, ya'ni perkutant sistomiya amaliyotini taklif qilamiz. Bu narsa bemorlarimizga qovug'ini taxminan biz o'rtacha 3-4 haftaga uyga jo'natamiz sistema bilan. Ya'ni bu amaliyotimizdan keyin qovug'imiz bu davrda bo'sh turadi va qovoq o'zini qisqaruvchanlik funksiyasini tiklash uchun sharoit bo'ladi. Va qovoqning ichidagi shamollash, yallig'lanish jarayonlari kamayadi. Bu o'z navbatida keyingi operatsiyamiz uchun zamin bo'ladi. Ya'ni bunda ham etapni, ya'ni bosqichma-bosqich operatsiyalariga olib keladi. Va bu bilan erta murojaat qilingan bemorlarimiz, ya'ni prostata bezi adenomasi